Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyodagi kun tartibida bo'layotgan xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Çavuşoğlu Uyg'ur türkleriga qilinayotganlar andishi berdi dedi. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu bugun Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlarga elib berayotgan ijroatlarining andishi berguchi holda ekanligini aytdi. Çavuşoğlu yana Xitoyning terrorlikqa qarshi harakatlarida ma'sum insonlar bilan terrorchilar orasini ayirishi kerakligini bildirdi. U so'zda yana Turkiyaning Uyg'ur turklarining erkinlik va diniy huquqlariga qarshi Xitoy doiralari elib berayotgan qonunsizliklarning oxirlashishini kutadiganligini aytdi. Indoneziyada Sharq Turkiston masalasi jonliq tunishtirilmoqda. 17 fevral Sharq Turkiston yangi nasil harakati raisi Dr. Abdusalom Taklamakan Indoneziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Indoneziya ziyoratini boshlagan edi. Dr. Abdusalom 23 fevral tushdan burun Indoneziya Yogyakarta shahridagi Al-Fadila jamiasida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tunishtirib, Xitoy tajovuzchilarining 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini lagerlarga qamab, islomiy kimligidan voz kechishga majbur qilayotganligi, atalmish qo'shmoq tuqqan siyosatini majburiy yo'lga qo'yib, Sharq Turkiston xalqining oilasigacha kommunistlarni o'rinlashtirganligi qatorliq masalalarni tunishtirdi. Dr. Abdusalom shu kuni yana Indoneziyaning Yogyakarta shahridagi Kunjan jamisi, Jamaspa jamisi, Taqvo Soruntan jamilarida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini Xitoyning Sharq Turkiston xalqining diniy kimligi va milliy madaniyatini yo'qotish uchun yo'l qo'yayotgan bostirish siyosatlarini va qirg'inchiligini tunishtirdi. Germaniyada Sharq Turkiston vaziyati tunishtirildi. 24 fevral Germaniyaning Karlsruhe shahrida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati tunishtirildi. Germaniyadagi Turk birlashmasi Turk ma'naviy madaniyat kuni faoliyati uyushtirgan bo'lib, faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatan Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining raisi Sharq Turkiston ulamolar birligining Germaniyadagi vakili Turg'unjon Aloviddin ishtirok qilib, Sharq Turkistonning hozirgi vaziyatini tafsiliy tunishtirdi. Faoliyatda Germaniya Turk birlashmasi raisi Shanturk To'g'riyo'l apandi so'zga chiqib, o'zlarining har vaqt Sharq Turkiston xalqining yanida ekanligini, Sharq Turkiston da'vosini Sharq Turkiston mustaqil bo'lganga qadar qo'llaydiganligini bildirdi. Shvetsiyada Uyg'ur o'smir boks musobaqasida birinchilikka erishdi. 24 fevral Shvetsiyada o'tkazilgan davlatlik boks musobaqasiga qatnashgan Uyg'ur o'smir Abdurasul Abdullah birinchi darajalik mukofotga erishib, Uyg'urlarga shon-sharaf keltirdi. 13 yoshlik Abdurasul Abdullah 48 kilogramliklar bo'yicha musobaqaga tushgan bo'lib, yerlik raqibi Ovan Okirmanni 0 ga qarshi 3 natija bilan yengib birinchilikka erishdi. Egalishimizcha Abdurasul bundan burunmi shaharlik musobaqalarga qatnashib, natija elib kelayotgan bo'lib, bu qatim davlatlik musobaqaga qatnashib, oltin medal mukofotiga erishgan. Farzandimizning kelgusida texmi yuqori natijalarga erishishiga tilakdoshmiz. İzmirda 100 yılning shahidi Sharq Turkiston nomli faoliyat elib berildi. 23 fevral İzmir shahridagi inson va madaniyat harakati yig'in zalida 100 yilning shahidi Sharq Turkiston temasida faoliyat o'tkazildi. Faoliyatni inson va madaniyat harakatining İzmir sho'basi tashkillagan bo'lib, faoliyatga Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon taklif bilan qatnashdi. Faoliyatda Abdulahad Abdurahmon apandi oldi bilan Sharq Turkistonning umumiy ahvoli va Xitoy tajovuzchilarining 1949-yili Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirganligini tunishtirib o'tdi. Orqadan Xitoyning Sharq Turkiston xalqini dinsizlashtirish va xitoylashtirish uchun davomli bostirib kelayotganligini, Sharq Turkiston xalqining lager va turmalarda islomiy kimligi va milliy kimligidan voz kechishga majbur qilinayotganligi qatorliq masalalarni tafsiliy tunishtirdi. Oxirida inson va madaniyat harakati raisi Uğur Bayrak apandi bosh kotib Abdulahad Abdurahmon apandiga hadiya taqdim qildi. Turkiyaning matbuot va televiziya kanallarida Uyg'ur masalasi jonlanmoqda.
Erkin Asiya Radyosu'nun xabarda bildirilishicha, yaqinda buyon Turkiya xalqi yig'in, namoyish va ko'rgazma echish degandek har xil faoliyatlarni uyushtirib, Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan assimilyatsiya siyosatiga va jazo lagerlariga qarshi ovozini kuchaytirmoqda. Turkiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotidan keyin Turkiyada Uyg'urlarni qo'llash faoliyatlari texmo jonlanmoqda. Türk matbuotlarida Uyg'urlar to'g'risida orqa-orqadan maqolalar e'lon qilinmoqda. Televiziya programmalarida Uyg'ur masalasi o'ttirg'a qo'yilmoqda. Turkiyaning Yangi Shafaq, Yangi Chog', Yangi Akit va Qaror qatorliq gazetlarida Uyg'urlar to'g'risida orqa-orqadan maqolalar e'lon qilinmoqda. Kanal 24 televiziyasida Uyg'urlar to'g'risida tarqatilgan programmada so'z qilgan analizchi Abdullah Chefchi apandi Xitoyga moyil bir qism turk muxbirlar orqali tarqatilgan Uyg'urlar to'g'risidagi xabarlarga ishonmaslik kerakligini bildirdi va Xitoy tarafining Turkiyadagi bu xildagi yoshirin faoliyatlariga cheklama qo'yish kerakligini ilgari surdi. U so'zida Xitoy Sharqi Turkistonni tinchitmay turib, bir yo'l bir balvoq planini ishga oshira olishi mumkin emas. Sharqi Turkiston yer osti va yer usti boyliqlari mo'l bir joy. Xitoyning energiya ehtiyojining ko'p qismi Sharqi Turkistondan keladi. Shuning uchun Xitoy Sharqi Turkistonliklarni terrorchi deb qaralab, ularni har jihatdan bostirib yo'qotishni jiddiylashtiryapti. Yerlik Uyg'urlarni yo'q qilishni ko'zlayapti. Kichik bolalarni yig'ib olib, ming yuyish operatsiyasi elib beryapti. Xitoy rayonda Uyg'ur turklarini yo'q qilish va rayonning chegarasini qattiq qamal qilishni maqsad qilyapti deganlarni bildirdi. Analizchi Abdullah Chefchi apandi Xitoyning bir balvoq bir yo'l planida Istanbul 3-ko'vrikining muhim rol o'ynaydiganligini alohida ta'kidladi. U agar Turkiya Xitoyning bu planiga yo'l bermasa, Xitoyning Yevropaga suzilgan quruqliq yo'li echish planining qiyin ahvolda qolganligini bildirdi. Yangi Chog' gazetining 17 fevral kundagi sonida Ahmad Bijan Arjilasun tarafidan yozilgan Tarixdan bugungacha Uyg'urlar degan temada bir maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada Uyg'urlarning tarixda eng ko'p madaniyat yaratgan qadimiy turk millati ekanligi bayon qilindi. Ahmad Bijan Arjilasun apandi maqolasining oxirida Uyg'urlarning hozirgi ahvoli va jazo lagerlari masalasi to'g'risida to'xtalib, tarixdagi ashu madaniyatlik Uyg'urlarning avlodi bo'lgan bugungi Uyg'urlarning necha millioni hozir qayta tarbiyalash markazi nomidagi usti uchuq turmalarga qamaldi. Ziyolilari ta'qib nishoniga aylandi. Xitoylar tarafidan davlat darajalik san'atkor deb unvon berilgan Abdurahim Haytmo turmada yetyapti. Xitoylar tarafidan e'lon qilingan Abdurahim Haytning sin ko'rinishida uning mashina odamga aylantirilganligi ko'rinib turdi. Yangi Shafaq gazetining 21 fevral kundagi sonida Ibrohim Qarigulning Turkistonning sharq chegarasini qo'g'dash nomli bir maqolasi e'lon qilindi. Bu maqolada asosligi Sharqi Turkistonning Afg'oniston va O'rta Osiyo bilan tutishadigan chegaralarida buyuk o'yinlarning maydonga keldiganligini ilgari surgan. Kanal 26 nomli yerlik televiziya kanalining tarixdan bugungacha Uyg'ur turklari va Sharqi Turkiston nomli programmasiga qatnashgan Turk Ojoqlar tashkiloti Eski shahar sho'basining raisi professor Nadim Unal apandi Uyg'urlarning tarixi, madaniyati va hozirgi ahvoli to'g'risida fikr bayon qildi. Turkiyaning Dirilish pochtasi gazetining 20 fevral kundagi sonida Sharqi Turkiston mustaqillik ko'rishi degan temada bir ziyorat xotirasi e'lon qilindi. Bu ziyorat xotirasida Uyg'ur ziyolisi doktor Varis Chakan ziyorat qilinib, Uyg'urlarning tarixda bir qancha qatim davlat qurgan xalq ekanligi, bugungi kunda yana mustaqillik uchun kurashlarni davom qilayotganligi bayon qilindi. Turkiyada 2019-yillik qishliq birlashma harbiy manevri oxirlashdi. Turkiya Cumhuriyeti Davlat Mudofaa Ministrligi e'lon qilgan silliq xabarda e'lon qilinishicha, Turkiyaning Qars viloyatida o'tkazilgan 2019-yillik qishliq birlashma harbiy manevri 15 davlatning qatnashishi bilan muvaffaqiyatli oxirlashdi. Ham havodan, ham quruqlikdan elib berilgan bu qitimqi manevrda Turk komandir jangchilari oldingi planga chiqdi. Manevr ssenariysiga asosan qaytirma hujumga o'tgan harbiy qismlarning ko'rinishi ko'rguchilarni hayron qoldirdi. Davlat Mudofaa Ministrligi qiyin qish sharoitlarida komandir jangchilar ko'rsatgan yangi va hayron qolarlik ko'rinishlarni o'rtoqlashdi. 402 turlik avtomobil va 762 farqli turdagi qurol-yarog' ishlatilgan manevrda yerlik aslihalar dushman nishonlarini g'alabalik holda yo'qotib tashildi. Nuqtaliq holda manevr ko'rinishlari o'rin olgan qisqa filmda komandir jangchilarning qasamiga o'rin berildi.
Qirg'izistondagi Uyg'urlar kelgusidan ansiramoqda. Qirg'izistondan egilgan ma'lumotlarimizga asoslanganda, Qirg'izistonda tijorat qilayotgan Uyg'urlar pasportining vaqti to'shib, Qirg'izistonda vaqtliq turish rasmiyati ololmaganligi sababidan tashvish ichida qolgan. Qirg'izistondagi Uyg'ur tijoratchilaridan biri ziyoratimizni qabul qilib, hozir 50 ga yaqin Uyg'urning pasportining vaqti to'shqandan keyin Xitoy konsulining Sharq Turkistonga qaytishga bo'ladigan, undan boshqa hech qanday ishga asqatmaydigan oq pasport berganligi sababli qochoq bo'lib qolganligini, 6 oydan keyin 300 ga yaqin Uyg'urning pasport vaqti to'shadigan bo'lib, ularning pasportimi Xitoy konsuli tarafidan yangilab berilmaganligini, ichinishlik bo'lg'ini 2019-yili 10-oydan keyin 70% Uyg'urning pasportining vaqti to'shadiganligini, oldingi oyda Qirg'izistondagi Xitoylarni qo'g'lab chiqarish haqidagi namoyishdan keyin Uyg'urlarning Qirg'iziston nupusiga tizimlatishi to'xtatilganligini oshkorladi. Ziyoratimizni qabul qilgan qarindishimiz yana oldingi yillari kelish manbasi aniq bo'lmagan 3 oy ichida Sharq Turkistonga kirib kelsa hech qanday ish bo'lmaydi degan so'zlarga ishinib kirib ketgan Uyg'urlarning izdiriki yo'q ekanligini, Qirg'izistondagi Uyg'urlarning pasportini yangilab bermay andishiga selishga boshlaganligini, Qirg'izistondagi Uyg'urlar o'zining kelgusidan qattiq ansirashga boshlaganligini, xalqaro jamiyatning Qirg'iziston hukumatiga xizmat ishlash orqali Uyg'urlarning andishlarini muvofiq shaklda hal qilishga undishini umid qilganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.